ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona tumanidagi tog'li hududda Captiva transport vositasi jarlikka qulab tushgani haqida xabarlar tarqaldi. Muxbirimiz holat bo'yicha Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmati mutaxassisidan izoh oldi. 2026 yil 19 yanvar kuni soat 21:00 larda Farg'ona tumani Yordon MFO hududida tog' orasidagi transport vositalari harakatlanishiga mo'ljallanmagan kichik dara yo'lida 1981-yilda tug'ilgan haydovchi Captiva rusumli avtomobilni o'zboshimchalik bilan boshqarib ketayotib, yo'l qor va sirpanchiq bo'lganligi sababli boshqaruvni yo'qotib, ag'darilib ketib yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada Captiva rusumli avtomobil haydovchisi bosh miya yopiq shikasti, koma holatda tan jarohati bilan shifoxonaga yuborilgan. Ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan shifoxonada vafot etgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda Farg'ona tumani Ichki ishlar bo'limi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasiga asosan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.